O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tercüme qilg'uchi Muhammad Barat. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Barzax hayoti. Barzax degan so'zning ma'nosi ikki narsaning orasini ayirib turg'uvchi chegara deganlikdir. Xuddi Alloh taolo tatliq dengiz bilan tuzliq dengiz haqida ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi deb aytgandek, ya'ni tatliq suv bilan tuzliq suvning orasida u ikkisini ayirib turadigan bir to'saq bor bo'lib, ayrılishib ketmaydi deganlikdir. Barzax hayoti dunyo hayoti bilan oxirat hayotidan iborat ikki hayotlikning orasini ayirib turadigan hayotlikdir. U inson vafot bo'lgandan boshlab, mayli bu inson yerga dafn qilingan bo'lsin, yoki ko'ydirib o'tilgan bo'lsin, yoki suvga g'arq bo'lib ketgan bo'lsin, yoki yirtqich hayvonlar yeb ketgan bo'lsin, qayta tirilganga qadar bo'lgan aralıqdir. Demak, insonlarning hammasi vafot bo'lgandan keyin barzax hayotiga kiradi va u hayotlikda qayta tiriladigan kun qiyomat kuniga chiqib qoladi. Haq taolo aytadi: ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytadi-ki: Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlardan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. Mo'minun surasi 99-100 oyatlar. Qabr. Qabr u qiyomat qoyim bo'lguncha insonning uyi va to'ralg'usidir. İnsanlar Adem aleyhisselamның oğlu qarindishini o'ltirib qo'yib, dafn qilgandan tartib qabrini bilgan va meyitni dafn qilgan edi. Salihlar qabrlarni ko'rib ibrat olib yosh to'kidi va qalblari eriydi. Chunki ular kunlarning birida o'zlarining shu qabrlarga kirdiganligini biladi. Undaqda qabr degan nima? İnsanning qabrdagi holi qandoq bo'ladi? Nima uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizni qabrlarni ziyorat qilishga buyurdi? Qissa. Ömer ibn Abdul Aziz bir tuqqanining jinozasiga agishib chiqqan edi. U dafn qilinib bo'lgandan keyin kishilarga burilib qarab mundaq dedi: "Ey xaloyiq, qabr menga nido qilib, ey Ömer ibn Abdul Aziz, mening do'stlarga qanday qildiganligimni so'ramamsan degan edi. Men qani degin dedim. U dediki: "Kepanlarni yirtib tashladim, badallarni titma-titma qilib atdim, qonlarni sho'rab, go'shtlarni yedim. Uyga bo'g'imlarga qanday qilganligimni so'ramamsan? Qanday qilding? Alqanlarni beg'ishlardan, beg'ishlarni jaynaklardan, jaynaklarni tag'oqlardan, kaslarni yo'tlardan, yo'tlarni tizlardan, tizlarni pochoqlardan, pochoqlarni yo'tlardan ayirdim." Andan Ömer yig'ladi va dediki: "Agah bo'linglarki, dunyoning baqosi azdir. Aziz odami xordir. Yoshlari qariydi, hayotlar o'lidi. Mag'rur odam dunyo bilan mag'rurlangan odamdir. Nurg'un shaharlarni bino qilgan aholilar qani? Tuproq ularning badallarini nima qildi? Qurtlar ularning so'ngak bo'g'imlarini nima qildi? Ular dunyodagi chaqlarida kengri, esil, chiroyli va ratli kirslolarda o'ltirishgan, nurg'un xizmatkorlar xizmatini qilgan va yaqinlari hurmatini qilgan emasmidi? Agar ashu joylardan o'tib qolsang, ularni tovlab boqqan. Ularning qabrlarining uylariga qanchalik yaqin ekanligiga qaragan. Boylardan so'rab boqqanki, boyliqidan nima qoldi? Fiqirlardan so'rab boqqanki, fiqirliqidan nima qoldi? Ulardan so'rag'in, gap qilgan tillari qani? Go'zallarga qaragan, ko'zlari, siliq terilari, go'zal yuzlari va yumron tallari qani? Qurtlar bu a'zolarni nima qildi? To'pi ostida ranglar o'chdi, atlar chiridi, chiroyli yuzlar to'piga aylandi, go'zalliklar yo'q bo'ldi, bo'yinlar sundi va a'zolar par-par bo'lib ketdi. Ularning xizmatkorlari va qo'llari qani? Yig'ib saqlab qo'ygan xazinalar qani? Allah bilan qasamki, ular bu narsalarni ko'rib qilib silib boqmay, yostiqmi qilib boqmayli o'lib ketdi. Mana hozir ular jangallarda, to'plarning ostida, qabrlarda yolg'iz emasmi? Kecha bilan kunduz ularga barobar emasmi? Hech amal qila olmaydi-ku. Ular do'stlaridan va urug' tuqqanlardan ayrildi. Ayollari boshqa erlarga yotliq bo'lib ketdi. Bolalari ko'ch-ko'ylarda tamtirab yurishdi va mol-mulki merosxo'rlarga tarqatildi. Allah bilan qasamki, ularning ichida yana qabrisi ko'z yetkusiz darajada kengri qilingan, qabrida huzur surayotganlarmi bor. Andan Ömer ibn Abdul Aziz yig'ladi va: "Ey ata qabrni makon tutquchi, seni dunyoda nima mag'rurlantirdi? Sening siliq kiyimlaring qani? Xushpuroqlaring qani? To'pining ostida haling nechuk? Kashki qurtlar qaysi mangzingdan boshlab yeydiganligini bilgan bo'lsam-chi. Kashki dunyodan ayrilgan vaqtimda o'lim farishtasi menga qandoq va nima ilib kelganligini bilgan bo'lsam-chi", dedi.
Ondan Umar ibn Abdul Aziz qattiq yig'ladi va orqaga burilib qaytib ketdi. Uningdan keyin bir juma o'tib vafot bo'lib ketdi. Alloh uningga rahmat qilsin. Ibrat. Qabr sening barargohingdir. Uni obod qilamsan yoki xarob qilamsan, u sanga qoldi. İnsanның qabrdagi holi. Qabr turli ahvollar yuz beradigan joy bo'lib, u joyga yaxshi tayyorlik qilishimiz uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam u ahvollarni bizga so'zlab berdi. Dunyoda insonlarning ahvoli har xil bo'lganiga o'xshash, ularning qabrdagi ahvolimi har xil bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam meyitning ahvollarini, ruhning tandan qandoq chiqadiganligini, farishtalarning hozir bo'lganligi va osmon eshiklarining mu'minlarga qandoq ochildiganligi va kofirlarga qandoq taqildiganligini tafsili bayon qilib berdi. Undaqda mu'min bilan boshqalarning orasidagi farq nima? Ruhning tan bilan bo'lgan aloqasi qandoq? Mu'minning holi. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan bir janozaga agishib chiqdik. Meyit yerligiga qo'yilayotgan chaqda Nabiy sallallohu alayhi va sallam qabrning yanida o'ltirdi. Biz xuddi beshimizda bir qush bardek jim o'ltirdik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohga sig'inib qabr azobidan panohlik tilanglar dedi. Biz Allohga sig'inib qabr azobidan panohlik tilaymiz dedik. Allohga sig'inib qabr azobidan panohlik tilanglar. Allohga sig'inib qabr azobidan panohlik tilaymiz. Allohga sig'inib qabr azobidan panohlik tilanglar. Allohga sig'inib qabr azobidan panohlik tilaymiz. Andan Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedi: Shak shubhasizki, mu'min banda dunyodan xo'shlashib, oxiratga yuzlangan chaqda u bandiga osmondan har birining yuzi quyoshdak oq yuzlik bo'lgan jannatning kepanlaridan bir kepanni va xushpuroqlardan bir xushpuroqni birga olib kelgan farishtalar tushidi. Ular bu bandaning yanida ko'z yetkusiz holatda ruhning chiqishini kutib o'ltirdi. Andan o'lim farishtasi kelib uning beshida o'ltirdi va ey pokjon, Allohning mag'firati va roziligi bilan chiqqan deydi. Shuning bilan bu ruh tulumning og'zidan bir tomchi suv asta eqib tushgandek siliq holatda chiqadi. O'lim farishtasi bu ruhni oladi. O'lim farishtasi bu ruhni olgandan keyin qolgan farishtalar ko'zni yumib ochqucha arliqda uni elib kelgan kepanga va xushpuroqqa o'raydi. Va u ruhdan yer yuzida mavjud bo'lgan eng puroqliq ihbarning puruqidek puroq chiqadi. U farishtalar bu ruhni elib o'rlaydi. Ular har bir farishtalar jamoatining yonidan o'tganda, farishtalar jamoati bu nima xushpuroq deb so'raydi. Ruhni elib kelgan rahmat farishtalari u palonining balasi paloni deb dunyodagi insonlar atashgan eng chiroyli ismlari bilan ataydi. Toki u ruhni dunyo osmoniga elib berib, osmonning ochilishini tilaydi. Ularga osmon ochiladi. Har bir osmondan u osmonning muqarrab farishtalari uningdan keyingi osmongacha u ruhga hamroh bo'ladi. Oxiri 7-osmonga yetib keladi. Bu chaqda Alloh bandamning kitobini illiyinga yozinglar va uni zaminga qaytaringlar. Shak shubhasizki, men uni zamindan yaratdim, zaminga qaytaraman va yana bir qatim zamindan chiqaraman deydi. Shunda qilib u ruh badaniga qaytarildi. Andan ikki farishta kelib uni o'ltirg'izib, Rabbing kim deydi. U banda Rabbim Alloh deydi. Dining nima? Dinim islom. Sizlarga avatilgan bu kishi kim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Amaling nima? Allohning kitobini o'qidim, uningga iymon etdim va tasdiq qildim. Uningdan keyin osmondan bir nido, bandam rost aytdi, uningga jannatdan ko'rib silib beringlar, jannatning kiyimidan kiygizinglar va jannatga qaratib darvozani ochib beringlar deydi. Uningga jannatning xushpuroqlaridan kelib turadi. Qabrisi ko'z yetkusiz darajada kengri qilinadi va yuzi chiroyli, kiyimlari chiroyli, xushpuroq purab turadigan bir odam kelib, seni xursand qiladigan narsa bilan xushal bo'lgan. Bu sening va'da qilingan kuningdir deydi. U banda, sen kim? Yuzing xayrlik ilib keladigan yuzgan deydi. Men sening yaxshi amaling. Allah bilan qasamki, sen Allohning taatiga bek aldiraytding. Allohga asi bo'ladigan ishlardan o'zingni tortatding. Alloh senga mukofot bersin. Shundaq, u odam uningga men sening yaxshi amaling deydi. Undaqda u bandaning yaxshi amallari qaysilar? U yaxshi amallar uning o'qigan namozi, tutgan ro'zasi, boshqalarga qilgan yaxshiliklari, sadaqalari, Allohdan qo'rqib yig'lagan yig'isi, haj va umrlari, Qur'on o'qiganligi, mehribon Allohni yaxshi ko'rganligi, kechalarda qiyomda turganligi, hammadan g'olib, jabbar Allohdan qo'rqqanligi, ota-onasiga yaxshilik qilganligi, ilm talab qilganligi, Allohning yo'liga da'vat qilganligi va Allohning yo'lida jihad qilganligidir.
Mümin banda xush bisharat beradigan bu yüzni ko'rgandan keyin atrofiga qarab, qabrisining jannatning silinchillari silingan holda kengri qilinganligini va o'ziga jannatning kiyimlaridan kiygizilganligini ko'rsa, bu ne'matning jannatdagi uni kutib turgan ne'matlarga solishtirganda hech narsaga barobar emasligini bilib yetadi va Rabbiga duo qilib, "Ey Rabbim, men ahlim va mollarimga qaytishim uchun qiyomatni qoyim qilgin" deydi. Kafir yoki fosiqning holi. Nabi sallallahu alayhi va sallam yuqoridagi hadisning davomida aytadi. Shak shubhasizki, kafir yoki fosiq banda dunyodan xo'shlashib, oxiratga yuzlangan chaqda osmondan yuzi qora, qo'pol, yirik kiyimlarni kiygan farishtalar tushib, uning yonida ko'z yetkisiz holatda o'ltiradi. Andan o'lim farishtasi kelib, uning beshida o'ltirib, "Ey nejisjon, Allohning g'azabi bilan chiqqan" deydi. Ruh chiqishini yomon ko'rganlik uchun uning badaniga tarqab ketadi. Farishta u ruhni xuddi kavob zaqdan ho'l yung tartib elingandek tartib oladi. U ruhga osmon zamin orasidagi hamma farishtalar va osmondagi hamma farishtalar la'nat qiladi. O'lim farishtasi bu ruhni olgandan keyin azob farishtalari ko'zni yumib ochqucha uni ilib, qo'pol yirik kiyimlarga yo'gaydi. Uningdan yer yuzida mavjud bo'lgan eng sesiq topning purqidek sesiq puroq chiqadi. Andin farishtalar uni ilib o'rlaydi. Har bir farishtalar jamoatining yonidan o'tganda, ular bu nima degan nejis puroq deydi. U ruhni ilib kelgan farishtalar bu palonining balasi paloni deb uni dunyodagi insonlar ataydigan eng sat ism bilan ataydi. Taki u ruhni dunyo osmoniga ilib kelib, osmonning ijrishini tilaydi. Bu chaqda u ruh uchun osmon ochilmaydi. Bu yerga kelganda Nabi sallallohu alayhi va sallam bu oyatni o'qidi. Shübhəsizki, bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon aytishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki tuga yengnining to'shkidan o'tmaguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. A'rof surasi 40-oyat. Allah uning kitobini 7-zamindagi sijjinga yozinglar deydi. Va u qattiq tashlab o'tiladi. Bu yerga kelganda Nabi sallallohu alayhi va sallam bu oyatni o'qidi. Allohga xolis ibodat qilinglar, uningga sherik keltirmanglar. Kimki Allohga sherik keltirdigan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni elib qochgandek yoki bo'ron uni elib berib yiroq joyga tashlab o'tgandek bo'lib qoladi. Haj surasi 31-oyat. Andin uning ruhi badaniga qaytariladi. Uningdan keyin ikki farishta kelib uni o'ldirg'izib, "Rabbing kim?" deb so'raydi. U banda ha, bilmayman deydi. Dening nima? Ha, bilmayman. Bilmading va o'qimading. Andin osmondan bir nido, u yolg'on aytdi. Uningga o'tdan ko'rib silib beringlar va do'zaxga qaratib darvozani ochib qo'yinglar deydi. Do'zaxning qattiq harorati uning qabrisiga kelib turdi va uning qabrisi taraytiladi. Hattoki qovurg'alari bir-birisiga kirishib ketadi va yuzi, kiyimi sat, puruq sesiq bir kishi kelib, "Seni o'sal qildigan narsani bilib olgan. Bu dunyodagi chag'ingda va'da qilingan kuningdir. Sen Allohning taatiga aldirmaytang, Allohga asi bo'ladigan ishlarga aldiraytang. Alloh sana qattiq jazo bersin" deydi. U banda, "Sen kim? Yuzing yomonlik yig'ib turadigan yuzgan" deydi. "Men sening nachar amaling." Undaqda uning yomon amallari qaysilar? Yomon amallari Allohga sherik keltirganligi, Allohning g'ayrining nomi bilan qasam qilganligi, qabrlarni tavob qilganligi, aroq ichganligi, zina qilganligi, o'sim yeganligi, naqsha anglaganligi, nasihat qilguvchilarga quloq solmaganligi va olimlarning parvardigoriga osilik qilishga jur'at qilganligidir. Bu vaqtda bu banda hasrat chekadi, lekin bu hasrat hech narsaga kor qilmaydi. U qattiq pushaymon qiladi, lekin ko'z yoshlari manfaat qilmaydi. Ey banda, sen haromga qaragan va shahvatlarga berilib ketgan vaqtingda bu ko'z yoshlaring nada qolgan edi? Avratingni haromdan saqlashing va ko'z quloqlaringni haromdan saqlashing uchun qancha qadamlab nasihat qilingan eding. Hozir yig'lig'in yoki yig'lamag'in baribir azobdan hargiz qutulolmaysan. Alloh taolo mundaq deydi: "Do'zaxga kiringlar, azobga mayli savra qilinglar, mayli savra qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu yo'q qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar" deyiladi. Tur surasi 16-oyat. Banda bu chaqda qabrdan keyingi ahvollarning texmi qattiq ekanligini bilib yetadi. Yuqori hadisning davomida Nabi sallallohu alayhi va sallam dedi: "U banda fosiq yoki kafir, ey Rabbim, qiyomatni qoyim qilmag'in" deydi. Uningdan keyin qabrisiga qarg'u, gaz, gacha biraylan kirgiziladi.
Uning qo'lida agar tog' o'rilsa, tog'ni talqon qiliyotgandek darajadagi yo'g'on bir bo'lqi bor bo'lib, bu bo'lqi bilan uni fosiq yoki kofirni shundoq bir qattiq urdiki, u to'piga aylanib ketadi. Andan Alloh uni aslaga keltirdi. U gaz qarg'u biraylan uni yana bir qatam urdi. U qattiq tovlaydi. Uning tovlagan ovozini inisi jindan boshqa hamma maxluqot anglaydi. Mana bular insonlarga qabrlarda bo'ladigan ahvollardir. Shuning uchun musulmon kishi buni yaxshi bilib tayyorlik qilishi, iymon aytishi, qabrisining jannatning bog'chalaridan bir bog'cha bo'lishi uchun ishtiyoq bog'lashi va yaxshi amallarni ko'p qilish kerak. Duo. Ey Alloh, qabrlarimizni jannatning bog'chalaridan qilgan, bizlarni do'zax azgonlaridan saqlagan. Amin. Ruh bilan badanning munosabati. Qabr azobi va qabrdagi ne'mat shak shubhasiz haq bo'lib, bu mayli dafn qilingan bo'lsin yoki dafn qilinmagan bo'lsin, butun insonlarning beshiga keladi. Undaqda qabr azobi ruhga bo'lamdi yoki badangimi? Ruhlarning turadigan joyi nada? Mu'minlarning ruhlari nada turadi? Kofirlarning ruhlari-chi? Ruh, uning mohiyatini faqat Alloh biladi. Bu vaqtda Alloh taolo ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashadi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Isro surasi 85-oyat. Qabr azobi va qabrdagi ne'mat aslida ruhga bo'ladi. Agar tan kuyib ketganlik va parchalab etilganlik sababidan ruh tan bilan bir bo'lsin yoki bo'lmasin, baribir o'xshash. Chunki ruh badansizmi ne'matga sazovor bo'ladi yoki azoblanadi. Ya'ni ne'mat va azobni his qiladi. Ruhlarning turadigan joyi nada? İnsanlar vafot bo'lgandan keyin ruhlarning turadigan joyi o'xshashmaydi. Ba'zilari jannatda turadi, ba'zilari do'zaxda turadi, ba'zilari zaminda turadi va ba'zilari boshqa joylarda turadi. Anbiyalarning ruhlari. Sahihaynda isbotlanishicha, anbiyalarning ruhlari barzakh hayotida Rafiqul A'loda turadi. U eng ustun illiyindir. Xuddi Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularni Isro Mi'roj kechisida ko'rganga o'xshash Adam alayhissalomni birinchi osmonda, Yahya alayhissalom va Isa alayhissalomni ikkinchi osmonda, Yusuf alayhissalomni uchinchi osmonda, Idris alayhissalomni to'rtinchi osmonda, Harun alayhissalomni beshinchi osmonda, Musa alayhissalomni oltinchi osmonda va Ibrohim alayhissalomni yettinchi osmonda ko'rdi. Shuhadoning ruhlari. Shuhadoning ruhlari barzakh hayotida yeshil qushning qornida bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Alloh yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turiladi degan so'zi haqida so'ralganda aytdiki, ularning ruhlari yeshil qushning qornida bo'ladi. U ruhlar uchun arishga esib qo'yilgan chiroqlar bor bo'lib, jannatning ichida xolagan o'ringa uchib yurishadi. Ondan yana ashu chiroqlarga qaytib keladi. Parvardigori ularga oshkora bo'lib, biron narsani arzu qilamsizlar deydi. Ular biz jannatning ichida xolagancha uchib yuribsak, yana nimani arzu qilatdik deydi. Alloh ularga bu so'zni 3 qatim deydi. Ular javob bermasa, davomli so'rildiganligini bilib, ey Parvardigorimiz, jonlarimizni tanlarimizga qaytarsang, biz sening yo'lingda yana bir qatim o'ldirilsak, bizning mushula arzuyimiz bor deydi. Alloh ularning boshqa arzusi yo'qligini ko'rib, o'z holiga qo'yib berdi. Shuhadoning ruhlarining tafsiloti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tag'isining o'g'li Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu barzakh hayotida 2 qanoti bor bo'lib, u 2 qanoti bilan jannatda farishtalar bilan birga uchib yuriydi. Ja'far u Ali ibn Abi Talibning qarindoshi bo'lib, u va ayoli Asma dastlab musulmon bo'lganlardan edi. Ja'far u vaqtda 21 yosh atrofida edi. Makkada uningga og'ir aziyat yetdi. Shuning bilan Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularni natunish va yiroq kishilarning zimini bo'lgan Habashistonga hijrat qilishga ruxsat qildi. U qavmining ichida obro'li kishi bo'lsa-mu, tili arab tili bo'lmagan natunish insonlarning bu yurtiga hijrat qilib chiqdi. U Habashistonda 3 yil turgandan keyin Qurayshlar musulmon bo'pti degan xabarni anglab, ayoli va bolalarini olib Makkaga qaytdi. Halbuki Qurayshlar taqa kufr holatida edi. Shuning bilan Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularni yana Habashistonga qaytardi. Bu qatim u Habashistonga qaytib kelib, to'liq 7 yil turdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Xaybarni fath qilgandan keyin Habashistondagi musulmonlarning Madinaga qaytib kelishi uchun elchi avatdi. Ular Madinaga kirgan chaqda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ja'farning qaytib kelganligidan bak xushal bo'ldi. Zikr qilinishicha, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ja'farni ko'rgan chaqda uning 2 ko'zining orasiga so'yib va quchoqlab turib, qaysiga xushal bo'lishimni bilmadim. Xaybarning fath qilinganligigami yoki Ja'farning qaytib kelganligigami degan edi.
Ja'far o zatqa bak o'xshaydi. O zat uningga "Sen chiroyimdimi, axloqimdimi men o'xshading" deydi. Mu'ta g'azdaga chiqish. Ja'far Madinaga qaytib kelib uzun o'tmayla Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Rumlar musulmonlarga qarshi lashkar to'playotibdi degan xabar yetib keldi. Shuning bilan Nabiy sallallohu alayhi va sallam Mu'ta degan joyga borib, Rumliqlarga qarshi urush qilish uchun qo'shin tayyorladi va ularga Zayd ibn Harisani amr qilib, agar Zayd musibatga uchrasa, Ja'far kishilarga amr bo'lsin. Ja'farga musibat yetsa, Abdullah ibn Ravaha amr bo'lsin dedi. Musulmonlar tayyorlik qildi. Ular 3000 jangchi bo'ldi. Uningdan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularni uzatib qo'ydi. Musulmonlar Mu'ta degan joyga yetib bordi. Rum qo'shini 100 ming jangchidan tarkib topgan qo'shin edi. Urush boshlandi. Jang to'g'ini Zayd tutdi. U musibatga uchrab shahid qilindi. Andan Ja'far to'g'ni o'ng qo'li bilan tutib jang maydoniga kirdi. Jang baq qizib ketgan chaqda jannat go'zal, yaqin naqadar, sharaf xushbo'y, muzdek shu qadar, Rumlar rumdur, azobi yaqin, kafir ular nasabi yiroq. Uchib qolsam bir kun ularga qilich bilan chapaman biroq degan she'rni o'qigan holda o'zini edidan otdi. Ja'far to'g'ni o'ng qo'li bilan tutgan holatda qilichi bilan rumliqlarni uriverdi. Bir rumliq kelib uning o'ng qo'liga urgan edi, qo'li uzilib ketdi. Shuning bilan u to'g'ni so'l qo'li bilan tutdi. So'l qo'limi musibatga yo'liqib uzilib ketdi. Uningdan keyin ikki biligi bilan tutib, toki shahid bo'lib ketganga qadar urush qildi. Bu chaqda u 30 yoshda edi. Abdullah ibn Umar deydi-ki, "Men Ja'farni yiqilgan vaqtida badanida 90 dan ko'proq o'rinda nayza sanjilgan, urilgan va o'qiya tekkan holatni ko'rdim. Alloh bilan qasamki, uning gadanida birmi urilgan iz yo'q ekan." U shahid bo'lib ketgandan keyin to'g'ni Abdullah ibn Ravaha tutdi. Omi musibatga uchrab shahid qilindi. Uningdan keyin Xolid ibn Valid to'g'ni ilib qo'shinni chekintirdi. Madinada shuhadoning xabari. Yuqorida so'zlangani Mu'tadagi mujohidlarning xabari. Ammo bu vaqtda Madinada bo'lgan ahvollarni Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam yanimizga chiqdi. Andan munbarga chiqib, "Bu g'azot qilg'uvchi qo'shinning xabarini sizlarga so'zlab beraymi?" degan edi. Biz "Bo'ladi" dedik. To'g'ni Zayd tutgan edi, u musibatga uchrab shahid qilindi. Uning uchun mag'firat tilanglar. Jamoat, "Ey Alloh, uni mag'firat qilgan va uningga rahim qilgan" dedi. Andan bayroqni Ja'far tutgan edi, umi musibatga uchrab shahid qilindi. Uning uchun mag'firat tilanglar. "Ey Alloh, uni mag'firat qilgan va uningga rahim qilgan." Andan bayroqni Abdullah ibn Ravaha tutgan edi, umi musibatga uchrab shahid qilindi. Uning uchun mag'firat tilanglar. "Ey Alloh, uni mag'firat qilgan va uningga rahim qilgan." Andan Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'z yosh qilib munbardan tushdi. Uningdan keyin Ja'farning uyiga bordi. Ja'farning ayoli Asma binti Umays deydi. "Men bolalarimni yuyib, tozalab, maylab va xamir yo'g'irib Ja'farning kelishini kutayotgan edim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yenimizga kirishga ijozat so'rab uyga kirdi va jiyanlarimni chaqiring dedi. Men cho'jakdek u bolalarni elib keldim. Ular Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan chaqda dadimiz Ja'far ekan deb o'ylab oldiga kelib esilishga va suyishga boshladi. U zot ularning boshlarini silab yig'lashga boshladi. Asma, "Ey Rasululloh, sizlarga Ja'far to'g'riliq bir xabar yetdimi?" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sukut qildi. Asma yana, "Ey Rasululloh, sizlarga Ja'far to'g'riliq bir xabar yetdimi?" degan edi. U zot, "Ja'far shahid qilindi" dedi. "Ey Rasululloh, uning bolalari yetim qoldimi? Uning bolalari yetim qoldimi? Ularga kambag'allikdan qo'rqib o'tamsiz? Men dunyo va oxiratda ularning valisidirman." Uningdan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam yig'laydigan ayollar Ja'farga o'xshashlarga yig'lasin degan holatda uydan chiqib ketdi. Andan Nabiy sallallohu alayhi va sallam uyiga qaytib kelib, Ja'farning oilasiga tamoq tayyorlab beringlar. Ular musibatlik bo'ldi dedi. Shundoq Ja'far shahid qilinib, ahlidan va mol dunyosidan ayrildi. Lekin u kengligi osmon zaminchi keladigan jannatga kirdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Men Ja'farni jannatda ko'rdim. Uning qoniga bo'yalgan ikki qanoti bor bo'lib, shu ikki qanoti bilan jannatda farishtalar bilan birga uchib yuribdi" degan. Hamzimi buningga o'xshashdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shuhadoning sardori bo'lmish tag'isi Hamza ibn Abdul Muttalibni barzax hayotida karvatga yo'linib o'ltirgan holatda ko'rganligini aytib, "Men kechada jannatga kirib qaradim. Ja'far farishtalar bilan birga uchib o'tibdi. Hamza bo'lsa karvatga yo'langan holda o'ltiribdi" degan. Barzax hayotidagi shuhadoning ruhlari. Bu ruhlarning ba'zilari jannatning darvozasida yeshil gumbazning ichida turadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shuhada yeshil gumbazning ichida jannatning darvozasidagi o'stangning ustida bo'ladi.
ularga rizqi jannatdan atigan va axshamda chiqib turadi degan. Shuhadodan boshqa mo'minlarning ruhlari. Ba'zi mo'minlarning ruhlari barzaq hayotida qush bo'lib, jannatning mevalaridan yeydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shak shubhisizki, mo'minning ruhi bir qush po'kinida bo'lib, qiyomat kuni Alloh uni badaniga qaytarganiga qadar jannatning mevalaridan yeydi degan. Jannatda mo'minlarning ruhlari o'zaro uchrashamdi. Shundaq, mo'minlarning ruhlari barzaq hayotida o'zaro bir-birini ziyorat qilib uchrashidi va gaplashidi. Bu vaqtda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, mo'min sakratga tushsa, rahmat farishtalari bir parcha oq ipak raxtni olib kelib, "Ey jon, rozi bo'lgan va rozi qilingan holda eng oson va yaxshi yo'l bilan Allohga uchrashish uchun chiqqan" deydi. U iparning purqidagi xushpuroq bilan chiqadi. Hattoki farishtalar u ruhni bir-birisiga sunib, osmonning darvozasiga olib keladi va zamindan sizlarga keltirilgan bu puroq nima degan xushbo'y deydi. Andin uni mo'minlarning ruhlarining yeniga kirgizadi. Mo'min ruhlar uni ko'rib, uning kelganidan sizlarning biringlar yutib ketgan odami kelganda xushal bo'lgandimi bakrak xushal bo'ladi va palona qandoq bo'ldi, pokoni qandoq bo'ldi deb so'rashadi. Farishtalar ularga u dunyoning g'ami bilan bo'lib ketgan edi deydi. Yangi kelgan ruh u o'lib ketgan edi-ku. Sizlarning yaninglarga keltirilmadimi deydi. Mo'minlarning ruhlari javob berib, u kishi do'zaxga olib ketildi deydi. Shak shubhisizki, kafir sakratga tushganda azob farishtalari uningga o'tdan bo'lgan kiypanlarni olib kelib, sen g'azablangan va sana g'azab qilingan holda Alloh azza va jallaning azobiga chiqqan deydi. U taopning puruqidan musessiq puroq bilan chiqadi. Farishtalar u ruhni zaminning darvozasiga olib keladi va uni kafirlarning ruhlarining yeniga olib kelganga qadar bu nima degan sessiq puroq deyishidi. Shundaq, mo'minlarning ruhlari o'zaro uchrashidi va bir-birini taniydi. Shuhada. Alloh taolo shuhada haqida aytadi. Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan adigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan tax yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazlini, mo'minlarning ajrini Allohning bekor qilmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Al-Imron surasi 169-oyatdan 171-oyatlargacha. Bu oyatlarda shuhadoning fazilati, ularga qilinadigan hurmat va Alloh o'z fazil ihsonidan ularga ato qiladigan ne'matlar bayon qilingan bo'lib, ya'ni hayot kishilarga shahid bo'lib ketgan qarindoshlarga qarta tasalli berish, savr qilishga undash, shundaqla ularni Alloh yo'lida jihad qilishga va shahid bo'lishga o'zini atashga rag'batlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgandir. Alloh taolaning bu oyatdagi Allah'ның yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan degan so'zining ma'nosi Allah'ның kalimasini ustun qilish uchun din dushmanlariga qarshi urush qilib o'ldirilganlar deganlikdir. Amvata degan so'zning ma'nosi sening ko'nglingga ular o'lib ketdi, yo'qab ketdi va ularga dunyo hayotining lazzatlaridan manfaatlanish oxirlashdi degan xiyol kelmasin. Balki ular hozir hurmatlanish diyori bo'lgan Parvardigorining dargohida hayotdir deganlikdir. Allah'ның dargohidagi rizqdan bahramand qilinadi degan so'zning ma'nosi jannatda turli ne'matlar bilan eng oliy darajada huzurlanadi deganlikdir. Ular Allah'ның o'zlariga bergan fazlidan xursanddir degan so'zining ma'nosi Alloh o'z fazlidan ularga ato qilgan narsadan xushal bo'ladi. Bu ne'matlar go'zal, ko'p va katta bo'lganligi uchun ular bu ne'matlarni ko'rgandan keyin ko'ngillar xushal bo'ladi deganlikdir. Ularning ne'mat va xushallik to'liq bo'lgandan keyingi holini sifatlab Alloh taolo dediki, o'zlarining orqasidan tax yetib kelmagan qarindoshlarga xush xabar berishini tilaydi. Ya'ni ular bir-biriga tax dunyoda hayot yashayotgan, ularning yeniga yetib kelmagan qarindoshlarining hamini bularning yeniga yetib kelib, bular erishgan ne'matlarga erishadiganligi bilan bishorat beradi. Ular uchun Rabbining dargohida ne'matning o'zilib qolishidan qo'rqish yo'q va dunyoda qolib qolgan bolalarga g'am qilish yo'q, g'am qilmaydi. Allah Taala ularning uningdan keyingi holini sifatlab oyatni bu so'zi bilan tamomladi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazlni, mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilmaydiganligi bilan xush xabar berishini tilaydi. Allohdan saodatmanlarning turmushini, shuhadoning o'limini, taqvodorlar bilan hashr qilishni va anbiyolarga hamroh qilishni so'raymiz. Amin. Natija: qabrdagi ne'mat va azob ruhga bo'ladi, ba'zida badanga billa bo'ladi. Qabrda azob va ne'mat bo'lganligining dalillari.
Qabr oxirat manzillarining tunjisi bo'lib, u yaxshi amallarni qilgan va Parvardigoriga uchrash uchun tayyorlik qilgan odamga ulfat va xushallik bag'ishlaydigan uydir. Yomon amal qilgan va Parvardigorining itoatiga beparvolik qilgan odam uchun qo'rqinchli va zulmat uydir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, haqiqatan qabr oxirat manzillarining avvalidir. Agar banda shu yerda qutulsa, uningdan keyingisi oson bo'ladi. Agar u yerdan qutulolmasa, uningdan keyingisi texmi tas bo'ladi. Undaqda qabrda bo'ladigan ishlarning dalillari nima? Qabrdagi savol so'roq qachon boshlanadi? O'liklar hayot kishilarning ziyorat qilganligini bilamdi. Qabrda bo'ladigan azob va ne'matga iymon etish, g'aybga iymon etishning jumlasidan va yana oxiratga iymon etish asoslaridan bo'lib, buningga Qur'onda va hadislarda ko'p dalillar bor. Qabrda azob va ne'mat bo'lganligining dalillari. Alloh taolo Fir'avn oilasi haqida aytadi. Ular atigini oqshimi o'tqa tanglanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. G'ofir surasi 46-oyat. Demak, ular qabrlarda atigan va oqshomda do'zaxga tanglanib turdi. Ondan qiyomat kuni do'zaxga kirdi. Yana bir oyatda aytadi. Atrofinglarda arabiylarda munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqlikda chang turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qatim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda go'r azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytariladi. Tavba surasi 101-oyat. Birinchi azob kofirlar va munofiqlarga dunyoda g'am qayg'uga mubtalo qilish bilan bo'ladigan azob. Ikkinchi azob bo'lsa, qabrda bo'ladigan azob. Ondan ular qiyomat kuni bo'lganda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, mu'min banda qabrisiga qo'yilib, u texi qaytganlarning oyoq tevishini anglab turayotgan chaqdala uning yeniga ikki farishta kirib bo'ladi va uningga sen ma'u kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallam to'g'risida nima deysan deydi. O, men uning Allohning bandasi va payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman deydi. Shuning bilan uningga do'zaxdagi o'rniga qara. Alloh uni sana jannatdagi bir o'ringa almashtirib berdi deydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'zini davomlashtirib dediki, shunda qilib u do'zaxdagi o'rni bilan jannatdagi o'rnini ko'rdi. Ammo kofir yoki munofiq bo'lsa, bilmayman. Kishilar nima desa shuni degan edim deb javob berdi. Shuning bilan uningga ya aql ishlatib bilib olmading, ya bildiganlarga ergashmading deyiladi. Ondan mengisiga bozgan bilan shunda qattiq uriladi-ki, u inisi jindan boshqa yaqin atrofdagilarning hammasi anglagudek qattiq chirqirab ketadi. Yana bir hadisda qabrdagi azobdan qo'rqib, bir-biringlarni dafna qilmay tashlab qo'yishinglardan ansirmagan bo'lsam, Allohga duo qilib, qabrdan kelayotgan ovozni sizlarga anglatib qo'ygan bo'latdim degan. Yana ey Alloh, sana sig'inib qabr azobidan panoh tilayman degan. Yana qabr azobi haqdir degan. Qabrdagi ne'mat kimga bo'ladi? Mu'minlarga bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzroq qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga, qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. Nahl surasi 32-oyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, mu'min banda qabrsiga qo'yilib, u taqa qaytganlarning oyoq tevishini anglab turayotgan chaqdala uning yeniga ikki farishta kirib bo'ladi va uningga sen ma'u kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallam to'g'risida nima deysan deydi. O, men uning Allohning bandasi va payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman deydi. Shuning bilan uningga do'zaxdagi o'rniga qara. Alloh uni sana jannatdagi bir o'ringa almashtirib berdi deyiladi. Yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, mu'min kishi savollarga javob berib bo'lgandan keyin osmondan bir nido bandam rost aytdi. Uningga jannatdan ko'rib selib beringlar. Jannatga qaratib darvozani ochib beringlar va jannatning kiyimlaridan kiygizinglar deydi. Shuning bilan uningga jannatning xushburoqlaridan kelib turdi va ko'z yetkusiz darajada ochib beriladi. Qabr azobi kimga bo'ladi? Alloh taolo o'ziga osiylik qilgan va haddidan oshgan insonlarni qabr azobidan ogohlantirgan bo'lib, u azob aslida kofirlarga bo'ladi va yana osiy gunohkor mu'minlarga bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki qabrning yenidan o'tib ketib o'tib, ikkisi azoblanyotdi, lekin cho'ng gunoh sababidan azob chekishayotgani yo'q deb bo'lib, ondan yo'q. Darvaqa o'z vaqtida ikkisining biri suydikidan saqlanmaydi, yana biri bo'lsa suxanchilik qaratdi dedi. Ondan xurma daraxining bir shaxini akeldirib sundirib, har qabriga birdan sanjib qo'ydi. Ey Rasululloh, nima uchun bunday qildilar deb so'raldi. Rasululloh dediki,
bu shoxlar qurib qolmasalar yoki qurib qolganga qadar ularning azobi yeniklatilishi mumkin. Qabrga xurmo shoxini sanjib qo'yish azobdan qutuldiramdi. Undaq bo'lmaydi. Ammo Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bundaq qilishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xos ishdir. Chunki hadisning oxirida mening shafaatim bilan ularning o'z shoxlar qurib ketguchi bo'lsa-mu, orom topib qolishini umid qildim degan. Yana bir tarafdan Nabiy sallallohu alayhi vasallam qabrdagi ikki kishining azoblanayotganligini bilgan bo'lg'achqa xurmo yog'ochini sanjib qo'ydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan boshqalar qabrdagi odamning azoblanayotganligini qandoq bilalaydi? U qabriga xurmo shoxini sanjib qo'ysa, o'zini ulug' sanagandek bo'ladi. Chunki u qabr azobini yengillatgudek ulug' zotmidi. Meyitni qabrasida sual-so'roq qilish qachon boshlanadi? Meyit qabrasiga qo'yilib dafn qilinib bo'lgandan keyin ruh badaniga qaytadi va sual-so'roq boshlanadi. Osman radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam meyitni dafn qilib bo'lganda, uning qabrasining yanida to'xtaydi va qarindishinglar uchun mag'firat va sabatliq tilanglar. Chunki u hozir so'roqqa tortilyotidi deydi. İnsanlar qabr azobini anglamdi. Qabr azobini insi jinlarning anglashi mumkin bo'lmaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam kafir haqida u insi jindan boshqa yaqin atrofdagilarning hammasi anglagudek qattiq chirqirab ketadi degan. Lekin hayvonlar qabr azobini anglaydi. Madinada Aisha radhiyallohu anhaning yoniga Yahudilarning ayollaridan ikki qari ayol kirib, qabr azobi to'g'riliq gaplashdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uyiga qaytib kelganda Aisha u zotdan qabr ahlining azobi to'g'riliq so'ragan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u ikkisi rost aytibdi. Ular shunday qattiq azoblanadiki, ularning azobini barliq hayvonlar anglab turadi dedi. Meyit hayot kishilarning ovozini anglamdi. Bu vaqtda olimlar orasida bir necha qarash bor. Kuchliroqi o'liklar tiriklarning ovozini anglamaydi degan qarashdir. Chunki Alloh taolo tiriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kofirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglatadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kofirlarga anglata olmaysan. Fatir surasi 22-oyat. Lekin meyit dafn qilinib bo'lgandan keyin hamrohlarning oyoqlarining tevishini anglaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u qaytqanlarning oyoq tevishini anglab turayotgan chaqdilar degan. Meyit ahlining uninga yig'ilganlik bilan azoblanadi. Shundoq azoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam meyit uninga un silib yig'zar qilganlikdan qabrasida azoblanadi degan. Aslida meyit o'z amallariga qarata hisob ilinadi, ne'mat beriladi yoki azoblanadi. Undaqda nima uchun bu hadisda boshqalarning amallarining sababi bilan azoblanadi deb zikr qilindi? Jahiliyat davridagi insonlar boshqalar meni oilam yaxshi ko'radigan va davomli yashashimni orzu qiladigan odamkan deb qolsin deb o'lib ketishdan burun oilasiga menga yig'langlar va yoqanglarni yirtinglar deb vasiyat qiladi. Buningga o'xshash, agar musulmon kishi jahiliyat ahli qilgan ishni qilsa, uning bu ishi azoblanishga loyiq bo'ladigan gunoh ma'siyat bo'ladi. Hadisning ma'nosi haqida yana mundaq deyilgan. Meyit ahlining o'lib ketganlarga yig'laydigan va yaqinlarini yirtadigan odati borligini bilsa va ko'rgan bo'lsa, andin o'zigimi o'lib ketgandan keyin yig'laydiganligini bilgan bo'lsa, buni bilib turib ularni to'smaganlik uchun azoblanadi. Yana meyit azoblanadi deganning ma'nosi meyit boshqalarning yig'laganining ta'siriga uchraydi va alam tortadi deganlik deb izohlangan. Allohdan bizni rahmati va roziligiga erishtirishini so'raymiz. Amin. Aqida. Qabr azobi va ne'mati insonning sezgu a'zolari bilolmaydigan bo'lsa-mu, u iymon etish vojib bo'lgan g'ayb ishlarning jumlasidandir. Sajiya Islom tadqiqot markazi